Assalomu alaykum hurmatli dasturchilar. Bugungi darsimizda if, elif, else operatorlari bilan tanishamiz. If operatori ingliz tilidan agar deb tarjima qilinadi. Ma'lum bir shart qanoatlantirilishiga qarab shu shartga bog'langan kod bajariladi. Else operatori aks holda deb tarjima qilinadi va if operatorida berilgan shart qanoatlantirilmasa, else operatoridagi keyingi shart, keyingi kod bajariladi. Elif operatori if yordamida biz faqatgina bitta shartni tekshira olamiz va uning natijasiga ko'ra dasturimiz ma'lum bir amallarni bajaradi. Agar dastur davomida bir nechta shart tekshirish talab qilinsa, if, elif, else ketma-ketligidan foydalanamiz. Elif, else va if so'zlarini jamlanmasi bo'lib, aks holda agar deb tarjima qilinadi. If bilan boshlangan ketma-ketlik bir nechta eliflardan iborat bo'lishi ham mumkin. Mavzuga oid namunalar ko'rmoqchi bo'ladigan bo'lsak, foydalanuvchidan biror bir son ko'rinishda ma'lumot olaylik. Int input funksiyalari orqali va shu sonni musbat yoki manfiyligini tekshiramiz. Birinchi navbatda if deb yozamiz agar num o'zgaruvchimiz katta bo'lsa, taqqoslash operatorlaridagi katta belgisi katta bo'lsa 0 dan deymizda va albatta ikkita nuqta qo'yamiz va enterda bosganimizda o'zi pastda alohida joy tashlab keyingi qatorga o'tdi. Bu degani biz ifni shartini mana shu yerdan yozishimiz kerak. Shundagina to'g'ri bo'ladi. Ya'ni har doim if, elif, else yozganimizda uni shartlarini 4 ta probel yoki bir marta tab tugmasini bosib yozib ketishimiz kerak bo'ladi. Bu yerga 0 dan katta bo'lsa print yozamizda, demak musbat deb chop qilsin va kodimizda oxirida print yozib qo'yaylikda, yana dastur yakunlandi deb. Kodni ishga tushiramiz. Kodni ishga tushirganimizda biror bir musbat son berib ko'raylik. 5 berganimizda mana bu yerdan if bloki tekshiradi. Shu berilgan son 0 dan katta. Agar 0 dan katta bo'lsa va bundan true qiymat qaytsa, ifni badani, ya'ni mana bu qism ishga tushadi, musbat deb chop qilinadi va print keyingi qatorimizda dastur yakunlandi degan so'zimiz chop qilinadi. Enterni bosaylik, musbat dastur yakunlandi. Qaytadan ishga tushirib ko'rib, manfiy son berib ko'raylik. Dastur yakunlandi. Bunda qanday hodisa ro'y berdi? Bunda if bloki ishladi. If bloki ishlaganda berilgan sonni 0 bilan solishtirdik. Solishtirganimizda -9 0 dan kattami degan shart qo'yildi. Shu shart bajarilmadi. Bundan false qaytdi. False qaytgandan keyin ifni badani, mana bu print musbat ishlamaydi va to'g'ridan to'g'ri print funksiyasi, eng oxiridagi print funksiyasi dastur yakunlandi degan yozuvlar chop qilinadi. Shu kodimizga else blogini ham qo'shib ko'raylik. Else, ya'ni agar if bajarilmasa else bajariladi. Ya'ni bunda biz yozishimiz mumkin print manfiy deb. Va dasturimizni yana boshqatdan ishga tushiramiz. Musbat son berib ko'raylik. 5 musbat dastur yakunlandi va yana bir marta ishga tushiramiz. Endi manfiy son berib ko'raylik. Va manfiy dastur yakunlandi deb chop qilindi. Agar shu kodimizga 0 beradigan bo'lsak, bunda ham manfiy deb 0 ni manfiy deb chiqarib berdi, lekin 0 manfiy son ham emas, musbat son ham emas. Shuning uchun biz yana o'rtaga yana bitta blok qo'shishimiz mumkin. Bu elif blogi. Elif blogida biz bir qancha shartlarni bajarishimiz mumkin. Elifda biz yozishimiz mumkin. Biz bergan son 0 ga teng bo'lganda ishlasin. Agar berilgan son 0 ga teng bo'lganda bajariladigan kodni yozamiz. Print yozamizda berilgan son 0 ga teng. Berilgan son 0 ga teng deb chop qiladi. Agar biz 0 kiritsak, terminalda bo'shatib olamiz va dasturni boshqatdan ishga tushiramiz. Musbat son beraylik. Musbat dastur yakunlandi dedi va keyingisida manfiy son beramiz. -8 manfiy dastur yakunlandi deb chiqardi va yana bir marta ishga tushiramizda endi bunda 0 berib ko'ramiz. Enterni bosganimizda berilgan son 0 ga teng, dastur yakunlandi deb chop qildi. If, elif, else operatorlari xuddi mana shunday ishlaydi. Bir qancha shartlarni tekshirayotganimizda mana shundan foydalanishimiz mumkin. Bundan tashqari biz shartlar ichidagi shartlarni ham tekshirishimiz mumkin. Masalan, bizga mana shu kelayotgan musbat son toqmi yoki juftmi, uni ham aniqlab berish talab qilinayotgan bo'lsa, biz kodimizga biroz o'zgarishlar kiritishimiz mumkin. Masalan, ifni ichidan yana bir marta if degan blok ochamiz va bunga kelayotgan son, num o'zgaruvchisidagi son juftligini aniqlashimiz uchun biz 2 ga bo'lganimizdagi qoldiqni qaraymiz. Agar qoldiq 0 ga teng bo'lsa, 2 ga bo'lganimizdagi qoldiq 0 ga teng bo'lsa, demak bu juft son bo'ladi. Print funksiyasini ham ozroq suraman. Print musbat
va shu bilan birgalikda bu juft son. Endi yana bir marta shart beramiz. Else agar berilgan son 2 ga bo'linganda qoldiq 0 ga emas 1 ga teng bo'lsa, demak bu sonimiz toq son bo'ladi. Else blokiga esa print funksiyasini yozamizda va bunga toq deb yozib qo'yamiz. Kodimiz qanday ishlashini yana bir marta ko'rib chiqamiz. Foydalanuvchidan biror bir son olamiz, uni 0 dan kattaligini, ya'ni musbatligini tekshirib ko'ramiz. Agar 0 dan katta bo'lsa, uni endi toq yoki juftligini tekshirib ko'ramiz. Toqligini tekshirib ko'rish, toq yoki juftligini tekshirib ko'rishimiz uchun biz 2 ga bo'lamiz. 2 ga bo'lganimizdagi qoldiqni chiqaradigan mana bu foiz belgisi bordi. Agar qoldiq 0 ga teng bo'lsa, demak bu son juft son bo'ladi, yoki aksincha qoldiq 1 ga teng bo'lsa, bu son toq son bo'ladi. Shuning uchun musbat toq degan yozuvlar chop qilinadi. Keyingi shartimizda agar 0 ga teng bo'lsa, berilgan son 0 ga tengdir, chop qilinadi. Else da esa ikkala shart ham bajarilmasa, oxirgi shartimiz bajariladi. Bu manfiy. Dasturni ishga tushiramiz. Birinchi juft musbat son berib ko'ramiz. Musbat juft deb chop qildi va dastur yakunlandi. Keyingisida esa musbat toq son berib ko'ramiz. Musbat toq deb chop qildi. Keyingisida esa 0 berib ko'ramiz. Berilgan son 0 ga teng deb chop qildi va undan keyingisida esa manfiy son berib ko'ramiz. Manfiy dastur yakunlandi. Xuddi mana shunday ko'rinishda biz if, elif, else operatorlarini ichma-ich ham bir nechta shartlarni tekshirib ko'rib ham ishlatishimiz mumkin. Bugungi darsimiz tugadi. Xayr, salomat bo'linglar.